Endi nima bo'lib ketdi? Vum kompaniyasining bir ajoyib yangilik. O'sha mashhur xarid uchun navbat bo'lib ketadigan shassi yangilandi. Siz nima o'zgarganini taxmin qilib turing, biz esa yangilangan texnikani birma-bir ko'rib chiqamiz. Aytgancha, videoni oxirigacha ko'ring. Buni narxini qayerda bilib olishni bilib olasiz. Texnikaning yangilangan vazni 3 tonnadan 440 kg. Yuk ko'tarish qobiliyati esa ana endi 7 tonnadan 860 kg. Motor qismida o'zgarishlar yo'q. Avvalgidek 130 ot kuchiga ega yukcha motor bilan jihozlangan. Tormoz tizimi pnevmatik ABS to'xtash masofasini xavfsiz qiladi. Yoqilg'i bak hajmi 100 litr. Bu qismda o'zgarishlar yo'q. Eng muhim o'zgarish g'ildirak bazasi. Oldin 3.9 metr edi. Hozir esa naq 4.2 metr. Bu esa ko'proq sig'im va ko'proq yuk tashish imkoniyatini beradi. Oldingi gabaritlar 6880, 2270 va 2430 mm. Yangilangan gabaritlar esa 7420, 2270 va 2430 mm. Endi shassi kuzov o'rnatilganda hajm 24 kubdan 27 kubgacha oshish imkoniyatini beradi. Bu model o'zini yumshoq yurishi bilan ajralib turadi. Hattoki haydovchi uchun pnevmo o'rindiq o'rnatilgan. Har ikkala yon oynalarda isitish tizimi mavjud. Shuningdek, multirul, LCD monitor, konditsioner, 4 taraflama kamera va yotoq joyiga ega. Agar biznesingiz uchun to'g'ri va samarali yechim qidirayotgan bo'lsangiz, sizlar uchun yangilangan Fav Tiger V shassisi ideal tanlov. Aytgancha, bu texnikani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamga aloqa qiling. Salomat bo'linglar.